Ochib, mana nafas olganda og'zi bilan uxlardi-da, og'zini ochib uxlardi. Analizlarimiz yaxshi chiqqandan keyin bugun mana operatsiya bo'ldi. Juda og'risiz bo'ldi. 20-25 minut davomida operatsiya qilindi xolos. Mana shu jamoangizga, ya'ni komandangizga katta rahmatlar aytamiz. Mana shu yerda ishlayotgan meditsina xodimlariga ham juda ham minnatdorchilik bildiramiz. Mana operatsiyalarimizni ham tugatib oldik. Endi bemorlarimizdan xabar olib, uyga javob beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tushunmisizlar? Yaxshimisiz? Aliya qiz qanaqa Aliya qiz? Yaxshimi buvisi? Aliya qizimiz yaxshi. Mana shu qish davomida har doim burni bitib qolardi-da, keyin yaxshi nafas ola olmasdi. Keyin og'zini ochib, mana nafas olganda og'zi bilan uxlardi-da, og'zini ochib uxlardi. Nafas olishi qiyin bo'lardi. Keyin mayli endi sal bahorga sal nafas olishi bundan battar qiyin bo'lmasin deb, kelajakda yana qiyin bo'lmasligi uchun lor doktorlarni qidira boshladim-da Instagramdan. Keyin Ganiyev Abdurashid aka degan Instagramda sizni topib qoldim. Bo'lmasa sizni bilmasdim-da. Keyin qarasam, shu Toshkentdagi Olmazor tumanidagi Lormed klinikasi Ganiyev Abdurashid aka degan topdim. Analizlarimiz yaxshi chiqqandan keyin bugun mana operatsiya bo'ldi. Juda og'risiz bo'ldi. 20-25 minut davomida operatsiya qilindi xolos. Endi hozir bu uxlab turdi, 1 soat uxlab turdi. Endi nafas olishi ham yaxshi. O'sha nafas olishi yaxshilandi. Nafas olish juda ham yaxshi. O'zi ham bilmaydi operatsiya bo'lganini hozir. O'zi ham bilmaydi, umuman og'riqsiz bo'ldi-da operatsiyalar. Kim masalan burni shunaqa bitib qolayotgan bo'lsa, mana shu klinikaga, Lormed klinikasiga kelsa bo'ladi. Mana doktorimiz G'aniyev Abdurashid aka, nima deymiz, sizga kattakon rahmat. Mana shu jamoangizga, ya'ni komandangizga katta rahmatlar aytamiz. Mana shu yerda ishlayotgan meditsina xodimlariga ham juda ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan keyingi ishlaringizda kattadan katta rivoj tilaymiz. Baxtimizga sog' bo'ling, o'rtoq doktor. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Alloh shifo bersin. Na 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 na